Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlarga Robloxda tekin Robloxlarni olishni o'rgataman. Undan oldin videoga like va menga podpiska bosishni unutmanglar. Kanalimga o'tsanglar, publicda cheat qayerda turishini birma-bir o'rgatib ketganman. Unga ham kirib, like bosib chiqib ketsanglar bo'ladi. Birinchi navbatda biz Google ga kiramiz. Poisk bergandan keyin mana shu men yozgan saytga, yozib mana shu saytga kirasizlar. Kirgandan so'ng bu yerda hozir men sizlarga kirishni o'rgataman. Hozir akkauntimdan chiqib ketishim kerak. Akkauntdan chiqib ketdim. Endi saytdan ham chiqib ketib boshidan kiraman. Men sign inni bosasizlar, bosgandan keyin bu yerga sizlar akkaunt kirsanglar kerak bo'ladi. Microsoft akkauntlar bo'lsa kirsasizlar. Agarda yo'q bo'lsa, creationni bosib, Google akkauntinglarni kirgizib otsanglar bo'ladi. Keyin agar chiqib olsanglar, mana shu yerga Google akkauntingdan kirsanglar, kod boradi, o'sha kodni kirgizib ochib olsanglar bo'ladi. Lekin creationni bosganda ham sizlarda Gmail degan narsa bo'lishi kerak, o'sha yerga kod keladi. Birinchi o'rinda bu yerga biz emailimizni yozib olamiz. Qaranglar, endi o'rtoqlar, shundan kirgandan keyin Gmail ga o'tasizlar. Mana shu Gmail degan sayt bo'ladi. Mana shu Gmail ga kirsanglar, mana kod keldi. Mana shu kodni kirsasizlar mana. Kodni ko'rgandan keyin bu yerda avtomatik chiqib turadi. Sign inni bosasizlar. Buni yoqib, yes ni bosamiz. Endi men boshidan kirayotganim uchun shunaqa bo'lyapti. Bu yerda sizlarda 0 ta coin bo'ladi. Sizlar hali birinchi darajada bo'lasizlar. Men ham hali birinchi darajadaman. Keyingi darajaga o'tish uchun 305 ta coin bo'lishi kerak ekan. Bu yerda har kuni coin berib turadi. Olib tursanglar bo'ladi. Bu yerda mana shartlar bor. Mana shartlarni bajarasizlar. Dial setni bossanglar, mana shunaqa narsa ochiladi. Buni birinchisini bosib turib, mana shu saytga kirasizlar va chiqishni bosasizlar va sizlarga 10 ta tanga beradi. Ikkinchisida ham shunaqa, hammasida shunaqa qilgandan keyin sizlarda tanga yig'ilish boshlaydi. Robloxni neda olaman desanglar, qayerdan olaman desanglar, Redim ustidan bitta bosamiz. Redim bosgandan so'ng bu yerda Roblox sayti chiqib turadi va bu yerda boshqa o'yinlar ham bor. Redim mana shu Robloxni bosamiz. Bu yerga 840 Roblox kelib 13400 tanga bo'lar ekan. 1000 Roblox ila 16750 tanga bo'lar ekan. Xo'p, bularni sizlarda shu tanga bor, 840 Roblox yoki 1000 Roblox olmoqchilar. Redim noshni bosasizlar. Redim noshni bosgandan so'ng sizlarga bu yerda kod beradi. O'sha kodni kopiratka olasizlar. Kopiratka olgandan keyin bu yerdan saytdan chiqib ketib, bu yerga Roblox deb yozamiz. Roblox saytiga kiramiz. Robloxning o'ziga emas. Concurrent browserning ustidan bosamiz. Bu yerga Roblox account parolini yozib kirasizlar. Kirgandan so'ng 3 ta chiziqchani bosasizlar. 3 ta chiziqchani bosib, bu gift cards deb qo'yibdi, shuni ustidan bosamiz. Va resume kartning ustidan bosamiz. Bu yerga boyagi kodni kirgizamiz mana. Boyagi kodni kirgizamiz. O'sha sayt bergan kodni kirgizganlikdan keyin sizlarga darhol shu yerning o'zida Roblox tushadi. Videoga like bosing va buni ham do'stlaringizga ulashib qo'ying. Roblox ishlamoqchi bo'lsangiz. Bo'lmasam, xayr o'rtoqlar.